Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayı to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 7 yanvar shanba kuni chaqirilgan 7 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayı ijroiya komitetining tunji navbatlik kengaytirilgan yig'inida 2022 yili xalqaro sahnalarda ilib berilgan konkret faoliyatlar haqida muzokara ilib berildi va bu vaqtda qurultay tarkibidagi har qaysi qarindosh tashkilotlarimizning asosliq mas'ullarining fikr takliflari ilindi. Dünya Uyghur Qurultayının təşkili xizmətlərə məsul muavin rəisi Parat Yoranqaş əpəndimnin riyasətçilikdə ötküzülgən və Şərq Türkistanның istiqlal marşı bilan başlanğan bu növbətlik yığınğa Qurultay rəhbərlik heyətinin əzaları və Qurultay tərkibidəki hər qaysı qarindosh təşkilatlarımızın məsullarından olub 70 nəfərdən artıq kişi qatnaşdı. Qurultayning raisi Dolqun Aysa əpəndi yığında qılğan echilish so'zida 2022 yilining milliy harakatimiz uchun halqalıq bir yil ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. Hem de 2022 yılda hakikaten bizim ciddi krizler, dünyadaki krizler bulatıdı. Koşun devletlerimizde bazı hadisler 101 vatıdı, Kazakistan'da kırvatisler. Bunların hepsini bizne yani Uygur davası bir gün halkaralık bir dava aylanğan vaxtıda dünyanın muşundaki siyasi atmosferasındaki özgürlüklerimi bizne bir vasıta ve vasıtlık alakadar kıldığan bir vaziyet kep kaldık. Şunun bu siyasetlerin içinde naiti sezgürlük buluşumuzga, naiti ihtiyaçça muamele kılışımızga ve biz başka milletlerin, başka halkların devletleri var. Dünyanın her kanadında bir teşkilatının aksi bir devletler var. Biz Allah'tan başka Uygur halkının bir akımızı devletimiz mi yokken, şununla biz naiti akıllık bilen iş kılışımızga doğru kildiğin bir vaziyete doğru geldik. Şununla bu yengil kiriş bilen her kaysi teşkilatlarımızdan nimelerimizden rehberlerimizden kıymetli bir teklif fikirlerini eliş arkalık 2023 çünkü her kaysi teşkilatlarının öz aldığı tüzgen planları var, kılmakçı olan hareketler var. Muşlarını ortaklaşsak bugün başka devletkiler birbirimizden tecrübelerini ünümüz, birbirimiz tekliflerini bir iş arkalık anda olsa ma işini bizim ayakta umum müzik birlik kısak oldu iken bazı devletlerinin şaraiti qarab yapırdıgan faaliyetlerimiz var. Bazı opça hem devletke hem yerlerge maskelidigan faaliyetlerimiz buluşu mümkün. Şunun muş neslerini müzakere kılıldı. Bir adam da 2022 yılda Dünya Kurultayı'nın ötkenki icraî yığıldırdı bu nesne oturup koygan. Bu 2022 yılı bir hukuk, kanuni hukuk yılı buludu bizim için. Uygur soti, ırkı kırgınçlık, insaniyetler, cinayetler kabul kıldı. Onun için bu kanunun, bu nemeninki bu kararının çıkışı ayrı bir mesele. Bu kararın icra kıldığı sebebiyle bizim iktidarımızga, bizim tirişçalığımızga bağlı bir mesele. Bunu biz Birleşken Devletler Teşkilatı'na, her kaysi devletlerge bulup bulmuş irqi qirg'inchilik ahdnomasiga qo'l qo'ygan devletlerinin siyasetleri besim qilish orqali buni qanchalik buni amaliy bir nimaga aylantira olamiz. Bu sizlar bilan bizning ustimizdagi bir masala. Andan keyin Amerikada majburiy emgak qonun chiqdi. Bu o'xshash qonun Kanadada tunishtirildi, Angliyada tunishtirildi, Germaniyada buning harakatlar bo'layotdi, Yevropa ittifoqida harakatlar bo'layotdi. Mushu qonunni Amerikani egishib, bu qonunni boshqa davlatlardan qanday chiqara olamiz? Chunki bu qonunning chiqishi her kandak bir kanunun texmi ehemmiyetlik bu Uygur kırgınçılığını toxtuş için çünkü Xitay bugün dünyaya hüküm kıvatkan bolsa pul bilen hükümranlık kıvatıdı. Onun da ahlak yok, kanun yok fakat pul bilen hükümranlık kılmen davatkan bir şeraitin üzerinde Muşu kanun arkalı Xitay bilen ticaret kıvatkan şirketlerge yalnız ahlakı mecburiyetini hatırlatış emez, kanuni mecburiyetleri ve vakit gibi kalsa kanun bilen ulanın ticari nimesini toxtalga vaxtımızda Xitay'ını milyarlıgan dollarlarda ziyanlı salalga vaxtımızda andığın ki Xitay'nın bunca ilgir ketenmeydiganlığı bu kırgınçılığın toxtuşuga nayda emeli bir paydası buldu. Dünya Kurultayı İki hazır aldığımızda bir kanun var. Birisi Angliya nimesine tam yüzüsüne mahkemeye verdik. Çünkü eğer Angliya tam yüzüsündeki bu mahkemede uçsak Xitay'ın en azında bir kançı 10 milyarlıgan dollarlara zarar bulalaydı. Elbette çünkü mecburi emgek münasebetlik paktı mesulatlarını Angliya kirişini çekleş kanunu var. Bu vakti bir yarım yıldan bu yan Angliya tam yüzüsünden söhbetleşiyordunuz ama kaylı bulmadı. En ahırda mahkemeye veriş doğru geldi. Mahkemede utuş buluş mümkün, utuş mümkün. Ama biz uçtuğumuz diyen hareketini kıvatımız uçtuktan kastı hakikaten Xitay için nait köp nemeler buludu. Onundan başka Arjantina'da bir sot için tayarlı kıvatımız şunun okşaydığı yani başka milli sotladı mı bazı hareketlerimiz var.
Şunun o'xshaydigan yana mushu har qaysimizning bu haqda tajribasi bo'lgan qimmatli rahbarlarimiz bor. Nihoyat qobiliyatli yosh inlarimiz bor. Bu yig'inlarga ishtirok qilayotgan tashkilot rahbarlarimiz bor. Hammamiz bir-birimiz bilan fikrlarimizni o'rtoqlashsak, yangi takliflarni o'tirib qo'ysak, oldimizdagi 2022 yilda cho'qim texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltira olamiz. Hozirgacha bütün tashkilot rahbarlarimizning mayli Amerika, Kanada, Avstraliya, Yaponiya bo'lsin, Yevropadagi davlatlardagi tashkilotlarimizning bo'lsin, faoliyatchilarimizning haqiqatan Turkiyadagilar jafoli xizmat qildi. Bularga ham rahmat aytamiz. Ammo bu yetarli emas. Chunki vaziyat bizni haqiqatan texmi fidokor bo'lishga talab qilyotdi, majburlayotdi. Bu növbətlik yığın qeyrindaş təşkilatlarımız o'ttursida o'zaro tajriba almashtirish va ularning fikr takliflarini elish asosi mazmun qilingan bo'lib, yig'inda so'z qilgan Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining mas'ullaridan Akbarjon Bovutun, Kanada Sharq Turkiston birligining raisi To'yg'un Abduvali, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Quzat Altay, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mehmet Obol, Viktoriya Uyg'ur jamiyatining raisi Olim Osman, Avstraliya Tangirtog' Uyg'ur xonim-qizlar jamiyatining raisi Ramila Chanishev, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukarim Abdurahman, Turkiyadagi Sharq Turkiston vaqfining raisi Dr. Muhiddinjon Uyg'ur, Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullah Imarov, Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Andili Qaraxalli, Germaniya Ma'rif va madaniyat birligining raisi Halima Abdukarim qatorliqlar o'z tashkilotining 2022 yili ilib boradigan faoliyatlari haqida qisqacha ma'lumot berish bilan birga yana navbatda milliy harakatimiz duch kelayotgan xirislar haqidagi qarashlarini o'ttirg'a qo'yib o'tdi. Shundaqla o'zlarining Dunyo Uyg'ur qurultayining xizmatlariga bo'lgan ba'zi fikr takliflarini izhor qilishdi. Qurultay ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandi yig'inda qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur qurultayining har zaman xalqimizning va qeyrindosh tashkilotlarimizning qurultayga bergan samimiy taklif, fikr va tanqidlarga astoydillik bilan muomala qilib, o'zini uzluksiz isloh qilib kelganligini, ammo g'arazli holda qurultayni pochilash, bo'lish va qurultayning xalqimiz ichidagi obrazini qasdan xunuklashtirish maqsadida ilib berilgan ba'zi qilmishlarga Dunyo Uyg'ur qurultayining aslo sukut qilib turmaydiganligini va bu xil harakatlarga qarata qurultayning tegishli inkos qaytirdiganligini ta'kidlab o'tdi. Aslida Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'inlari har yarim yilda bir qitim belgilik davlatlarda yuzturana holda o'tkazilib kelingan edi. Afsuski korona vabosi tufaylidan bu navbatlik yig'in tor orqali o'tkazildi. 6 yanvar kuni Dunyo Uyg'ur qurultayi, Yevropa Sharq Turkiston birligi, Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti va Germaniya Tibet harakati tashkiloti qatorliq tashkilotlar birlikda 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining sponsorlarining biri bo'lgan dunyodagi eng chong sug'urta va mablag' selish shirkatlarining biri Olli Sirkitining Myunxen shahridagi markazi oldida norozilik namoyishi o'tkazib, mazkur shirkatdan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining sponsorligidan chekinib chiqishini talab qilish bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan Tibet tashkilotlarining boshlamchiligida Germaniya miqyosida to'plangan va Olli Sirkitining 2022 yillik Beijing qishliq olimpikining sponsorligidan chekinib chiqish talab qilingan 46 ming kishilik imzoni shirkat mas'ullariga topshirib berdi. Bu qitimqi namoyishda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining va Tibet tashkilotlarining vakillari Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan, Tibet va Hong Kong xalqlariga qarata rahimsizlarcha bostirish va zulm siyosatini yo'lga qo'yayotgan Xitoydek bir mustabid davlatda olimpik yig'ini o'tkazilishining olimpik ruhiga xilof bir harakat bo'pla qolmasdan insoniyat dunyosi uchunmi og'ir bir or-nomus ekanligini ta'kidlash bilan birga 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'iniga sponsor bo'lgan Ollis qatorliq barliq chet el shirkatlarini Xitoyning insoniyatga qarshi ilib berayotgan jinoiy qilmishlarini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'lishini aybladi va dunyoda yuqori obro'y va nopusga ega bo'lgan Ollis shirkatini o'zining izzat hurmatini va inovatini qo'g'dab qilish uchun 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikining sponsorligidan voz kechishga chaqirdi. Bundan burunmi Ollis shirkatining oldida yuqorqi mazmunda keng ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazilgan va namoyish Germaniya matbuotlarida kuchli inkos qo'zg'agan edi. Namoyish jarayonida Uyg'ur va Tibet tashkilotlarining vakillari o'zlari to'plagan 46 ming kishilik imzoni va norozilik maktubini Ollis shirkatiga topshirib berish uchun shirkat mas'ullaridan ko'rishni talab qilgan edi. Shirkat mas'ullari Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumraday Erkin bilan Tibet vakilini qabul qilib imzo va norozilik maktubini topshirib oldi. Ollis shirkatiga sunilgan 46 ming imzoliq norozilik maktubida Ollis shirkatidan insoniyatga qarshi og'ir darajada jinoyat sodir qilayotgan Xitoydek bir diktator davlatda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining sponsorligidan voz kechish kaskin shaklda ochiq talab qilindi.
Dunyoning eng zo'r sug'urta va mablag' silish shirkati hisoblangan Allis shirkati 1890 yili qurilgan 125 yillik tarixga ega nupuzli shirkatlarning biri bo'lib, uning 2022 yili Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik yig'iniga sponsor bo'lishi ham Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining ham xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligiga uchrab kelmoqda. Vatan ichi va sirtidagi xalqimiz ichida to'lgan vatan suyar adibimiz, shoirimiz, ma'arifchimiz va milliy kurashchimiz Zaynura Aysa xonimning 8 yanvar Istanbulda kasallik sababi bilan vafot bo'lishi muhojiratdagi Uyg'urlarni cheksiz azoblantirdi. Marhumaning 9 yanvar shanba kuni Istanbulning Üsküdar Shokurin jamisida qilingan jinoza namoziga Turkiyada yashayotgan ko'p sondagi qarindoshlarimiz qatnashdi. Marhumaning vasiyati bo'yicha marhumaning tavuti Sharq Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'i bilan bezaldi va marhuma Istanbuldagi Umroniya Hakimboshi mozorligiga yerlikka qo'yildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va chet ellardagi ko'plagan Uyg'ur tashkilotlari fidokor kurashchimiz Zaynura Aysa xonimning vafoti munosabati bilan orqa-orqadan ta'ziya nomi e'lon qilib, marhuma ustozimizga Allohdan rahmat, oilasidagilarga sabr tilash bilan birga marhumaning vafotining butun Sharq Turkiston xalqi uchun zo'r bir yo'qotish ekanligini ta'kidlashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining e'lon qilgan ta'ziya nomisida qisqacha mundoq deyilgan: Vatandagi cheg'idili o'zining borlig'ini Uyg'ur adabiyot san'ati va milliy ma'arifimizni taraqqiy qildirishga otgan va bu jarayonda ko'plagan nodir asarlarni ro'yobga chiqarish orqali 80-yillarda vatanimizdagi ayol yozuvchi va shoirlarimizning ichida eng tonilgan va eng suyulgan marhuma Zaynura Aysa xonim 80-yillarning o'ttirlarida chet elga hijrat qilib chiqqandan keyinmi o'z millatining erkinligi, hurligi, vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish yo'lidagi kurashlarini tiniqi to'xtaganga qadar izchil davomlashtirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan muhojiratdagi qarindoshlarimizni, bo'libmi xonim qizlarimizni jasur kurashchimiz va milliy shoirimiz marhuma Zaynura Aysa xonimning o'zining ulug'vor g'oyasiga yetish uchun har qanday jafo, mushaqqat va besimlarga tiz bukmaydigan kurashchan ruhidan ulgi elishga chaqiramiz. Zaynura Aysa xonim 1946 yili 17 mart kuni Qashqarda tug'ilgan bo'lib, dadisi Ahmadjon Sulaymon 1944 yili qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati Milliy armiya otliq polkida ofitser doktor bo'lib vazifa o'tagan. Uning bolalik chog'lari Aqsu Uchturponda o'tgan. 1958 yili Qashqarda tibbiy maktabga o'qishga kirgan bo'lsa-mu, Uyg'ur tili adabiyotiga bo'lgan ishtiyoqi tufayli maktab almashtirib, 1960 yili atalmish Shinjong Universiteti til adabiyot fakultetiga o'qishga kirgan. 1965 yili universitetni a'lo natija bilan bitirgandan keyin o'zi bitirgan maktabda o'qituvchi bo'lib qolgan. 1985 yili Sharq Turkiston davosini muhojiratda davomlashtirish g'oyasida 2 bolasini ilib Turkiyaga ko'chib chiqqan. Zaynura Aysa xonim Sharq Turkistondagi mazgilida 9 buloq, Bulbul navosi, Qor laylisi qatorliq she'r kitoblari, oliy maktab uchun yeziqchilik bilimi nomli nasri asri nashr qilingan. Mashhur tilsunash Ibrohim Moti tarafidan 27 yoshida til olimi deb ta'riflangan. Turkiyada turk tili adabiyoti jurnalida seni izlab 3. söygü, men tarixchi nomli maqolalar e'lon qilingan. Qarlalisi nomli turkcha she'rlar to'plami kitobi Germaniyada nashr qilingan. 2006 yili Mahmud Qashqari, Yusufqoz Hojib nomli Uyg'urcha romanlarni turklashtirilgan. Tarim qizi nomli Uyg'urcha she'rlar to'plami Taxlimakon nashriyati tarafidan nashr qilingan. Zaynura Aysa xonim faqat bir adib, bir shoir bo'lib qolmasdan, muhojiratdagi hayotida mustabid Xitoy hokimiyatiga qarshi norozilik harakatlarining oldingi sepidan o'rin ib kelgan horimas, fidokor, jasur bir milliy kurashchimiz edi. Marhuma ustozimizning makoni jannat, ruhi shod bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ma'arif komiteti bilan Uyg'ur akademiyasi ona til komitetining hamkorligida 8 yanvar shanba kuni Istanbuldagi Uyg'ur akademiyasi vaqfi ishxonasida boshlangan va 2 kun davom qilgan Uyg'ur ona tili o'qishi va darslik kitobi haqidagi muzokara yig'ini muvaffaqiyatli oxirlashdi. Mazkur muhokama yig'iniga Uyg'ur tadqiqotchilaridan Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi professor Olimjon Inoyat, Qurultay ma'arif komitetining mudiri Do'stit Dilnur Qosimova, Dotsent Rahila Qashqari va doktor Mag'birat Kamol qatorliqlar bilan birlikda ona tili o'qituvchilari va yosh ziyolilar bo'lib 20 ga yaqin mutaxassis qatnashdi. 2 kunlik muzokara yig'inining 1-kunida asosliqi muhojiratda ona tili o'qitishi va darslik kitoblarda saqlanayotgan masalalar, ona tili o'qituvchilarining yetersizligi va ona tili o'qituvchisi tarbiyalashning zarurligi, yuzturani ma'arif va tor o'qitishini tangshash va munosabatlik mutaxassislar va ona tili o'qituvchilarining birlikda hamkorlashib o'lchamlik darslik kitobi tuzish haqida muzokaralar bo'ldi.
Yig'inning 2-kunida asosliqi kun bo'yi Uyg'ur yosh o'smirlar uchun o'lchamlik ona til dars kitoblarini qaysi o'lchamga asoslanib turib tuzish haqida muzokaralar bo'ldi. Yig'inda vatanda yolqin ro'za qatorliq Uyg'ur ma'arifchi va tadqiqotchilarning tuzgan dars kitoblarini chet el ma'arifiga moslashtirish, Xitoyning kommunist ideyalarini kitoblardan chiqarib tashlash, Uyg'ur milliy ruhiy va diniy e'tiqodini darslik kitoblarga kirgizish haqida taklif fikrlar o'tirg'a qo'yildi. Yig'inda yana dars kitobi tuzish projekt guruhi qurildi. Bu guruhning xizmatlari uchun belgilik moliya ajratilishi kerakligi, buni Uyg'ur va chet el tashkilotlarining yordami orqali amalga oshirish qaror ilindi. Uyg'ur mutaxassislar va ona tili o'qituvchilari va yosh ziyolilar orasida dars kitobi tuzish projekt guruhi uchun xizmat taqsimoti belgilandi. Yevropa Sharq Turkiston birligi tarafidan o'tgan yili 5-oydan boshlab har hafta oxiri Germaniyaning Myunxen shahridagi asosliq maydonlarda 2022-yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilaylik degan shior ostida izchil turda ilib berilayotgan norozilik namoyishining eng oxirgisi bu yil 9-yanvar shanba kuni Myunxen shahridagi mashhur sayohat nuqtalarining biri bo'lgan Maryan ona maydonida muvaffaqiyatli holda o'tkazildi. Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon Apandimning bevosita riyosatchiligida yarim yildan ko'proq vaqtdan buyon o'tkazilib kelayotgan namoyishlar jarayonida Germaniya xalqiga va Germaniya matbuotlariga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari, Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumi, majburiy dinsizlashtirish, naslini quritish, Uyg'urlarning madaniy meroslarini yo'qotish, milliy ma'orifini vayron qilish, majburiy xitoylashtirishdek jinoiy qilmishlari fosh qilindi va Germaniya hukumatidan 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini diplomatik boykot qilish, Germaniya shirkatlaridan 2022-yillik Beijing qishliq olimpikiga sponsor bo'lmaslik va Uyg'ur majburiy emgakiga sherik bo'lmaslik talab qilindi. Yuqorqi namoyishlar Germaniya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi va namoyish haqidagi xabarlar Germaniyaning ko'plagan matbuotlari tarafidan keng doirada xabar qilindi. Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon Apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida yarim yildan ko'proq davom qilgan yuqorqi namoyishlar orqali zo'r unumga erishganligini ta'kidlash bilan birga, Beijing qishliq olimpika boshlanadigan 2022-yil 2-oyning 4-kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Germaniyadagi boshqa Uyg'ur tashkilotlari bilan birlikda Myunxen shahrida zo'r ko'lamli yurish va namoyish o'tkazishga jiddiy hozirlanayotganligini eskartib o'tdi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Yolda sudek aktı bizning qinimiz. Sen üçün ey yurtimiz